Yaxshi insonlarni butun umr qiynaydigan bir savol bor. Nega boshqalarga qancha ko'p yordam bersam, o'zimning ahvolim shuncha yomonlashadi? Sen vaqtingni, mablag'ingni, kuch-quvvatingni, umringning har bir lahzasini qayta va qayta baxshida etasan. Ammo minnatdorchilik o'rniga faqat bo'shliq, yangi talablar yoki eng alamli bo'lgan narsa, hozirgina qo'llab-quvvatlagan insoningdan nafrat ko'rasan. Shunda o'zingga savol berasan. Mendagi muammo nima? Nega mening mehribonligim ish bermayapti? Balki ko'proq yordam berishim kerakdir. Ehtimol men noto'g'ri odamlarga yaxshilik qilayotgandirman. To'xta. Yapon samuraylari bu masalani 500 yil avval hal qilishgan. Kitoblar yoki ma'ruzalar orqali emas, daryo bo'ylarida ustadan shogirdga pichirlab o'rgatilgan busido qoidalari orqali. Ushbu qoida zamonaviy dunyo unutgan bir oddiy haqiqatni uqtiradi. Donoliksiz qilingan yaxshilik bu fazilat emas, balki ojizlikdir. Ojizlik esa faqat seni emas, balki sen yordam berayotgan insonni ham xarob qiladi. Bugun men senga yordam ko'rsatish haqidagi 4 ta qadimiy samuray sabog'ini so'zlab beraman. Ularning har biri qilich zarbasi kabi aniq va ortiqcha harakatlarsizdir. Oxirgisi, eng muhimi esa barcha narsani o'zgartirib yuboradi. Eshitadiganlaring har bir soniya kutishga arziydi. Birinchi saboq toza qo'llar deb ataladi. Qadimgi Yaponiyada viloyatdagi eng mohir shoyi to'quvchi yashagan bo'lib, uning matolari o'nlab yillar davomida o'z sifatini yo'qotmas edi. Shogirdlari esa yetuk usta bo'lib yetishardi. Kunlarning birida uning huzuriga yosh bir jangchi kelib, boshini eggancha shunday dedi. Ustoz, men atrofimdagi barchaga, qo'shnilarimga, do'stlarimga, yo'ldagi musofirlarga yordam beraman. Ammo qancha ko'p narsa ulashsam, o'zimda shuncha kam narsa qolmoqda. Men yordam bergan insonlar esa yaxshi tomonga o'zgarmadi. Aksincha, battar zaiflashdi. Usta indamadi. O'rnidan turib, mehmonni deraza yoniga boshladi. Deraza ortida serhosil olma daraxti tagida qo'lida bo'sh savat ushlagan baquvvat yosh yigit o'tirardi. Daraxtning shoxlari juda pastgacha egilgan edi. Uning barmoqlariga qara, dedi usta sekin. Jangchi razm soldi. Yigitning qo'llari silliq, qadoqsiz. Biron marta mehnat qilmagani ko'rinib turardi. U o'zi ham bemalol meva uzib olishi mumkin ekan, dedi jangchi sekinlik bilan. To'g'ri, deya bosh irg'adi usta. Agar boshqalar uning savatiga olma tashlab tursa, o'zini urintirib nima qiladi? Usta derazadan uzoqlashib, qo'liga dag'al ipni oldi. Nima uchun yomon ipdan sifatli shoyi to'qib bo'lmasligini bilasanmi, deb so'radi u. Usta yomon bo'lgani uchun emas, balki ipning o'zi o'zgarishni xohlamagani uchun. U qanday bo'lishni allaqachon hal qilgan va qancha urinsang ham material tayyor bo'lmasa, undan hech narsa chiqmaydi. Odamlar ham xuddi shunday xomashyodir. Ba'zilar ajoyib san'at asariga aylanishni xohlasa, boshqalar xom ip holigacha qolishni tanlaydi. Bundaylarga kuch sarflab, sen faqat o'z vaqtingni isrof qilasan xolos. Bu birinchi saboqdir. Samuraylar o'zgarmaydigan bunday odamlarni o'zgarishni eplay olmagani uchun emas, balki birovning hisobiga, sening mehribonliging, vaqting va kuching evaziga yashash yo'lini topganliklari uchun shunday nomlashgan. Ularni qanday tanib olish mumkin? So'zlariga emas, harakatlariga, qo'llariga qara. Unda o'ziga yordam berish imkoniyati bormi? U o'zi biron narsa qilyaptimi yoki faqat kutyaptimi? Harakatlar hech qachon aldamaydi. Amalda bu shunday ko'rinadi. Yordam berishdan oldin o'zingga bir savol ber. U o'zi qila oladigan ishlarni bajaryaptimi? Agar shunday bo'lsa, yordam ber. Yo'q bo'lsa, biroz kut. Darhol yordamga kelmasang, nima bo'lishini kuzat.
Ba'zida odamga sening yordaming emas, balki o'z qo'llari bilan ishlashni boshlashi uchun biroz qiyinchilik kerak bo'ladi. Ammo hamma ham jim turmaydi. Bu yerda tushunish kerak bo'lgan juda muhim bir jihat bor. Odamlarning ikkinchi toifasi ham mavjud bo'lib, ular ishlayotgandek ko'rinadi. O'zlarini sipo tutadi. Biroq sendan butunlay boshqacha, aqlliroq, nozikroq va sezilmas tarzda foydalanadi. Sen esa o'zimga yaxshilik qilyapman deb o'ylab, ularga yordam berasan. Ikkinchi samuray sabog'i birovning aravasi deb ataladi. Feodal Yaponiyada tog'li yo'ldan ketayotgan xo'jayinsiz yosh jangchi bor edi. Kunlarning birida u yo'lda dabdabali kiyingan badavlat savdogarni uchratib qoldi. Savdogarning og'ir aravasi loyga botib qolgan. O'zi esa qo'llarini ko'ksiga qovushtirib, aravani yolg'iz tortishga urinayotgan xizmatkoriga baqirib turardi. Jangchi yaqinlashib, aravani loydan tortib chiqarishga yordam berdi. Savdogar minnatdorchilik bildirmadi, faqat bosh irg'ab yo'lida davom etdi. Xizmatkor esa uning ortidan ergashdi. Jangchi loyga botgan qo'llari bilan joyida qolaverdi. Ertasi kuni yana o'sha yo'l, o'sha arava va o'sha loy. Savdogar yana qo'llarini qovushtirib xizmatkoriga baqirmoqda. Jangchi yana yordam berdi. Uchinchi kuni ham xuddi shu holat takrorlandi. To'rtinchi kuni u yerdan o'tib ketayotgan qariya usta to'xtab, birovning aravasini itarayotgan jangchiga va qo'llarini qovushtirib turgan savdogarga qarab turdi. Arava loydan chiqqach, usta jangchini yoniga chorladi. "Menga aytchi", dedi usta xotirjamlik bilan. "Bu kimning aravasi?" "Savdogarning", deb javob berdi jangchi. "Uni kimning qo'llari itaryapti?" deb so'radi usta. Jangchi jim qoldi. "Sening qo'llaring uning aravasini itaryapti. Uning qo'llari esa dam olyapti. Bu qachondan beri davom etyapti?" deb so'radi qariya. "4 kundan beri", dedi jangchi. Usta bosh irg'adi va yana bir savol berdi. "Shu 4 kun ichida u sening yoningda turib, g'ildirakka bir marta bo'lsa ham qo'l tekkizdimi?" "Yo'q, hech qachon", deb esladi jangchi. "Bunda shuni yodda tut", dedi usta. "Aravani o'zi tortishga urinmayotgan odamning aravasini hech qachon itarma. Unga yordam berish orqali sen uning oldinga siljishiga hissa qo'shmaysan, balki o'z harakati uchun javobgarlikni hech qachon o'z bo'yniga olmasligiga sharoit yaratib berasan. Sen uning tekin, ko'ngilli va ko'rinmas xizmatkoriga aylanasan." Bu ikkinchi saboqdir. Ba'zi odamlar shunday vaziyatlarni yaratishga ustasi farangki, ularning yonida o'zingni yordam berishga majburdek his qilasan. Ular o'zlari to'g'ridan to'g'ri so'rashmaydi. Shunchaki muammo yonida baland ovozda, e'tiborni tortadigan darajada qiynalayotgan qiyofada turib, sen yordam bermaganing uchun o'zingni aybdor his qilguningcha kutishadi. Buning yagona, oddiy va adashmas belgisi bor. U sening yoningda turib, yukni birga tortyaptimi? Sen yordam berayotganingda u ham ishlayaptimi? Yoki faqat kuzatib, buyruq berib, tayyoriga ayyor bo'lib turibdimi? Haqiqiy hamkorlik shunday ko'rinadi. Sen bir tomondan, u ikkinchi tomondan itaradi. Birga, yonma-yon, bitta loyning ichida. Agar sen ishlayotganingda u qarab tursa, sen yordam bermayapsan. Sen uning o'rnini bosyapsan. Hozirning o'zida kimgadir muntazam yordam beradigan vaziyatingni esla va vijdonan javob ber. Bu odam sening yoningda ishlayaptimi yoki uning o'rniga ishlayotganingni kuzatib turibdimi? Bitta javobning o'zi senga hamma narsani tushuntirib beradi. Ammo hatto bu ham mehribonlikning eng xavfli tuzog'i emas. Uchinchi, eng makkor tuzoq ham borki, unga odamlardagi yashirin imkoniyatlarni ko'ra oladigan, ularning o'zgarishiga ishonadigan eng oqko'ngil va aqlli insonlar tushib qolishadi. Keyingi saboq aynan ular haqida. Uchinchi samuray sabog'i teshik qop deb ataladi. Uzoq tog'li qishloqda odamlarga bo'lgan cheksiz ishonchga ega, mehribon va sabrli bir tabib yashardi. Uning huzuriga tez-tez bir qishloqdosh kelib, o'zining baxtsizliklari, kasalliklari, qarzlari va adolatsiz qismati haqida nolirdi.
Tabib uni tinglar, yordam berar, dorivor giyohlar ulashar, oziq ovqat va chaqa berar, uning dardiga darmon bo'lishga harakat qilardi. Haligi odam ketar, bir haftadan so'ng avvalgisidan-da yomonroq yangi bir hikoya va yangi bir dardu hasrat bilan qaytib kelardi. Bu holat butun bir yil davom etdi. Kunlarning birida qishloq oqsoqoli tabibni chaqirib, uning oldiga to'qilgan qop qo'ydi va ichiga to'ldirib don to'kdi. So'ngra kutib turdi. Don qopning tagidagi sezilmas teshikdan sekin asta to'kila boshladi. Yana to'k, dedi oqsoqol. Tabib yana to'kdi. Don yana oqib ketdi. Tabib yana qopni to'ldirdi. Don yana tushib ketdi. Oqsoqol unga qarab so'radi. Bu qopni to'ldirish uchun qancha don kerak bo'ladi? Tabib indamadi. Cheksiz, dedi oqsoqol sekinlik bilan. Chunki uning tagi butun emas, don yig'ilmaydi. U har gal teshikdan tushib ketadi va sen qancha ko'p don to'kma, qop bo'shligicha qolaveradi. Xuddi shu qopga o'xshaydigan odamlar ham bor. Ular yomon bo'lgani uchun emas, balki ichlarida o'zlari tuzatishni xohlamaydigan yoki tuzata olmaydigan yoriq bo'lgani uchun shundaydir. Sen qancha ko'p narsa bermagin, hammasi yo'qolib ketaveradi. Sen kam berganing uchun emas, balki barchasi o'sha yoriqdan oqib ketgani uchun shunday bo'ladi. Tabib so'radi. Unda nima qilishim kerak? Oqsoqol qopni olib quyosh nuriga tutdi. Avval unga teshikni topishga yordam ber. Avval uni shu yoriqni yamashni xohlashga o'rgat. Agar u buni istamasa, hech qanday don yordam bermaydi. Sen shunchaki o'z omboringni bo'shatasan xolos. Bu 3-saboq. Samuraylar buni amaliyot orqali juda yaxshi tushunishgan. Jangchi g'alaba qozonish imkonsiz bo'lgan jangga o'z kuchini sarflamaydi. U qo'rqoq bo'lgani uchun emas, balki quvvati cheklanganini bilgani uchun shunday qiladi. Bu kuchni g'alaba qozonish mumkin bo'lgan jangga yordam haqiqatdan ham asqotadigan inson uchun asrash kerak. Teshik qopni qanday tanib olish mumkin? Buning 3 ta oddiy va aniq belgisi bor. Birinchisi, uning har bir hikoyasi oldingisidan yomonroq bo'ladi. Sen har gal yordam berganingda biroz vaqt o'tgach vaziyat yaxshilanmaydi, aksincha og'irlashadi. Chunki sening yordaming sababni bartaraf etmaydi. Sabab esa o'sha yoriqdadir. Ikkinchisi, qilingan yordamga hech qachon amaliy harakat bilan javob qaytarilmaydi. So'zda minnatdorchilik bildirilishi mumkin, lekin amalda hech narsa o'zgarmaydi. Odam uni muammoga olib kelgan xulq-atvorini tark etmaydi. Uchinchisi, u o'zi teshikni qidirmaydi. Nega bu holat yana takrorlanayotganini so'ramaydi. U muammoning tub mohiyatiga yetishni istamaydi. Faqat kimdir yana uning qopini donga to'ldirib qo'yishini xohlaydi. Amalda yagona oddiy qoida mavjud. 3-marta yordam berishdan oldin muammo haqida emas, uning sababi haqida so'ra. Nima deb o'ylaysan? Nega bu yana sodir bo'ldi? Agar odam o'ylanib javob qidira boshlasa, demak sening qarshingda yoriqni yamashni xohlayotgan inson turibdi. Unga yordam ber. Agar u yana baxtsizliklarni tasvirlashga o'tib ketsa, demak yoriq unga ma'qul kelmoqda. Sening doning yana isrof bo'ladi. Endi biz eng muhim 4-saboqqa, ya'ni shu paytgacha aytilgan barcha gaplarning asl maqsadiga yetib keldik. Chunki kimlarga yordam bermaslik haqidagi 3 ta saboqdan so'ng boshqa bir chekkaga og'ib ketish, butunlay yopilib olish, umuman yordam bermay qo'yish, sovuqqon va ishonchsiz odamga aylanish juda oson. Bu esa eng katta xatodir. Samuraylarning busido qoidalari bu haqda ochiq-oydin gapiradi. 4-samuray sabog'i bo'ronga qarshi kurashayotgan odam deb ataladi. O'sha kuni kechqurun usta va tabib daryo bo'yida ketayotib bir manzaraga guvoh bo'lishdi. Muzdek suv ichida kiyimlari jiqqa ho'l bo'lgan, sovuqdan qo'llari qizarib ketgan, yoshi ulug' va horg'in bir yo'lovchi turardi. Uning yog'och ko'prigi daryo oqimi zarbidan parchalanib ketgan, bo'laklari suv bo'ylab sochilib ketgandi.
Ammo u qirg'oqda yig'lab, yordam so'rab o'tirmadi. U qayta-qayta muzdek suvga tushib, xarobalarni birma-bir, jimgina va sabr bilan qirg'oqqa olib chiqib, qolgan bo'laklardan yangi ko'prik qurishga urinardi. Oqsoqol to'xtab unga qarab turdi-da, indamasdan yo'lovchining yoniga suvga tushib, og'ir yog'ochlarni tortishga yashirincha yordam bera boshladi. Tabib ham unga ergashdi. Ular to'la sukunatda ishladilar. Bir necha soatdan so'ng vaqtinchalik o'tish yo'lagi tayyor bo'ldi. Yo'lovchi ularga qarab qo'ydi. Uning ko'zlarida na iltijo, na o'z-o'ziga rahm shafqat bor edi. Toliqqanligi ko'rinib tursa-da, ammo charchoq ortida qandaydir mustahkam iroda porlab turardi. "Rahmat", dedi u qisqagina qilib va o'z yo'lida davom etdi. Oqsoqol qirg'oqqa chiqib, ho'l kiyimlarini siqib suvini oqizardi va tabibga yuzlandi. "Mana kimga yordam ko'rsatish kerak. U hatto yordam ham so'ramadi-ku", deya ta'kidladi tabib. "Aynan shunday", deb tasdiqladi oqsoqol. Haqiqiy ehtiyoj kamdan kam hollarda baland ovozda qichqiradi. U jimgina ishlaydi va aynan shuning uchun eng baland dodvoy qilayotganlarni payqaganingda uni sezmay qolish juda oson. U yo'lovchi ketgan daryo tomonga qarab shunday dedi. "Eng muhim farqni eslab qol. Olma daraxti tagidagi yigit kutib o'tirardi. Savdogar aravasi yonida buyruq berardi. Teshik qopi bor odam bitta dardi bilan qayta-qayta kelaverardi. Ammo bu inson allaqachon oldinga intilayotgan, ishlayotgan va qo'lidan kelgan barcha ishni qilayotgan edi. Unga faqat bir narsa, kerakli vaqtda qo'shimcha bir juft qo'l yetishmayotgan edi xolos. O'tirib olib kutayotganga emas, balki allaqachon yo'lga chiqqan, lekin qoqilib ketgan odamga yordam ber. Haqiqiy yordam bu birovning mehnatini o'z mehnating bilan almashtirish emas, balki odamning o'z kuchi yetmay qolgan soniyalarda sening unga beradigan tayanchingdir. Bu eng muhim bo'lgan 4-saboqdir. Samuraylarning busido qoidalarida burch va majburiyat tushunchasi bor. Lekin uning yonida doimo or nomus degan tushuncha ham turadi. Samuraylar shuni aniq bilishganki, o'ziga yordam berishni xohlamaydigan odamga yordam berish bu burch emas, balki mehribonlik niqobi ostidagi zaiflikdir. Haqiqiy burch bu kurashayotgan, o'z badalini to'layotgan, to'xtab qolmagan, faqatgina madori qurgan munosib insonni qo'llab-quvvatlashdir. Bunday odamni qanday tanib olish mumkin? Oldingi uxtasiga mutlaqo qarama-qarshi bo'lgan 3 ta belgi bor. U allaqachon nimadir qilyapti, yordam so'ramaydi. Avval o'zi harakat qiladi va faqat chidab bo'lmas darajaga yetgandagina ko'mak so'raydi. U javobgarlikni boshqalarga yuklamaydi. Taqdirim shunday ekan yoki atrofidagilar aybdor deb nolimaydi. U men buni uddalayman, lekin hozir menga ko'mak kerak deydi. Eng asosiysi, u sening yordamingdan unumli foydalanadi. Sening mehnating qumga singib ketmaydi. U ko'prikning navbatdagi mustahkam toshiga aylanadi. Amalda bitta oddiy qoida bor. Yordam berishdan oldin o'zingdan so'ra. Bu odam allaqachon daryo ichidami yoki qirg'oqda turib kutyaptimi? Agar suvda bo'lsa, hech o'ylanmasdan yoniga sakra. Bu sening haqiqiy oningdir. Agar qirg'oqda bo'lsa, kutib tur, o'zi suvga kirarmikin, shuni kuzat. Endi esa falsafiy xotima, ya'ni bularning barchasi nima uchun aytilganining tub mohiyati haqida. Samuray o'z qilichini baxil bo'lgani yoki undan foydalanishdan qo'rqqani uchun emas, balki qilichning zaxirasi cheklanganini, metal charchashini va tig' o'tmaslashishini bilgani uchun asragan. Agar uni duch kelgan odamga ishlataversa, hal qiluvchi danda u pand beradi. Sening quvvating bu sening qilichingdir. Sening vaqting, e'tiboring, mehribonliging va bag'ri kengliging bu o'tkir qilichdir. Har qanday qilich kabi u ham ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishni talab qiladi. Sen xudbin bo'lganing uchun emas, balki o'tmaslashgan qilich hech kimni, na seni,
na haqiqatdan himoyaga muhtoj bo'lgan insonni qutqara olmasligi uchun shunday qilish kerak. Qadimgi donishmandlar o'z olovingni olovga o'tin tashlayotgan inson uchun asra. Uni faqat olovning qanday yonishini tomosha qilib turgan kishiga sarflama deyishgan. Bu shafqatsizlik emas, balki yuksak donolikdir. O'z qobig'iga o'ralib olib, yordam berishdan to'xtagan odam bilan aynan kerakli vaqtda yordam berishni o'rgangan odam o'rtasida katta farq bor. Birinchisi o'zligini birovlarning ehtiyojlarida yo'qotib qo'ygan va qahr-g'azabga to'lgan bo'lsa, ikkinchisi o'zini asrab qolgan va shuning uchun charchoqsiz, samimiy va uzoq vaqt davomida chinakamiga yordam bera oladi. O'z atrofimda bilgan eng mehribon insonlar kamdan kam yordam berishadi. Lekin ularning yordami insonlar hayotini o'zgartirib yuboradi. Chunki ular o'zlarini mayda-chuyda narsalarga sarflamaganlar. Ular o'z kuchlarini eng muhim lahzalar uchun asrab qolganlar. 4 ta samuray sabog'ini doim yodingda tut. Birinchi, qo'llarga qara. Qo'li toza bo'lgan odam o'zi mehnat qilishi mumkin. Unga sening ko'maging kerak emas. Unga sen narsa berishni to'xtatishing kerak. Ikkinchi, u sening yoningda turib yukni tortyaptimi? Agar yo'q bo'lsa, sen yordamchi emas, balki tekin xizmatkorsan. Uchinchi, qopning tagi butunmi? Agar yoriq bo'lsa, qancha don to'kma, barchasi isrof bo'ladi. Avval yoriqni topishga yordam ber. To'rtinchi va eng asosiysi, allaqachon daryo ichida bo'lgan, og'ir yukni tortayotgan va harakat qilayotgan, faqatgina biroz qoqilib ketgan insonni qidir. Sen aynan shunday insonlar uchun yashaysan. Sening qiliching aynan shu yerga qaratilishi kerak. So'nggi aytadigan so'zim shuki, dunyo yaxshilar va yomonlarga, munosiblar va nomunosiblarga, yordam berish kerak bo'lganlarga va kerak bo'lmaganlarga bo'linmaydi. Dunyo o'zgarishni xohlaydiganlarga va xohlamaydiganlarga bo'linadi. Sening vazifang sud qilish, qoralash yoki yopilib olish emas. Sening vazifang hammani qutqarish, illyuziyalarisiz, barchasini aniq-tiniq ko'rish va o'z nuringni so'nadigan joyga emas, balki alangalanadigan joyga yo'naltirishdir. Chunki sening nuring cheksiz emas, uni faqat yonishni biladiganlar uchun asrab qo'y.